emizikli ayollarimiz eshitsin. Emizikli ayollarimiz emizish paytida sizda hayz kelmaydi. Laktatsionnaya aminoreya deyiladi. Buni ko'p ayollarimiz bilishadi. Ayolimizda ham necha oy hayz kelmadi sizga? 20 oy. 20 oy. Kelmaydi va qarabsizki sizda homiladorlik. Shu uchun biz nima deymiz? Vaqtida harakatingizni qiling, tug'moqchi bo'lmasangiz spiralingizni qo'ying yoki tabletkangizni iching deymiz. Ayolimiz 4-homiladorligi, 3 ta farzandi bor. Endi nima qilay, abort qilaymi degan paytda biz bunday savolga hech qachon sog'lom bolaga abort qil demaymiz. Allohning oldida gunohkor bo'lib qolamiz. Soppa sog'lom bola, 4-homila inshaalloh tug'asiz. Soppa sog'lom ayol dangasi bo'lmasdan hozir tug'ish ishlarini qilsangiz, keyin kelajagi haqida qayg'urasiz. O'sha uchun ayollarimiz tug'moqchi bo'lmasangiz, hayz kelmayapti-ku deb o'tirmasdan darrov saqlanishi yo'lini qiling.